Hasanov Rustam Soliyevich reabilitatsiya markazida travmatolog ortoped lavozimida ishlab kelaman. Bugungi mashg'ulotimiz chanoq-son bo'g'im va tizza bo'g'imini endoprotezlashdan keyingi bemorlarimizni uy sharoitida bajaradigan mashqlarni ko'rsatib berishdan iborat. Bu mashqlar har kuni muntazam ravishda shifokor ko'rsatmasiga ko'ra bajarilishi talab etiladi. Bu mashqlar chanoq-son bo'g'imi mushaklarini mustahkamlash, harakat funksiyasini yaxshilash, qon aylanishini yaxshilashlarga xizmat qiladi. Birinchi mashqimiz bemor chalqancha yotgan holatda oyoq panjasini gaz pedal ko'rinishida bukib yozish mashqlarini bajarish. Bu mashqlarni bemorlarimizga kuniga 20-30 marta 3 marotaba bajarish tavsiya etiladi. Navbatdagi mashqimiz bu bemor yana chalqancha yotgan holatda xuddi shu holatda oyoq panjasini tashqariga va ichkariga bir vaqtning o'zida ikkala oyoqda ham bajarish mumkin bu mashqlarni yoki alohida o'ng oyoqda yoki chap oyoqda bajarish tavsiya etiladi. Bu mashqlarni ham 20-30 marta kuniga 3 marta 4 marta bajarish tavsiya etiladi. Navbatdagi mashqimiz oyoqni tizza bo'g'imidan 45 gradusda 90 gradusda bukilgan holatda, chanoq-son bo'g'imidan 45 gradusda bukilgan holatda belni ko'tarish va tushirish mashqlari bajariladi. Bu mashqlarimiz chanoq-son bo'g'imi mushaklarini mustahkamlashga juda katta yordam beradi. Bu mashqlarni bajarganda agar chanoq-son bo'g'imida og'riqlar kuzatiladigan bo'lsa, darhol davolovchi shifokorga yoki yashash joyidagi travmatologga murojaat qilish tavsiya etiladi. Bu mashqlarni ham bemorlarimizga 10-15 marta kuniga 3 marotaba bajarish tavsiya etiladi. Keyingi mashqimiz bemor chalqancha yotgan holda ikkala tizza bo'g'imlarini 90 gradusda bukamiz va chanoq-son bo'g'imlar 45 gradusda bukilgan holda oyoqlarni tizza bo'g'imidan uzoqlashtirish va yaqinlashtirish mashqlarini bajarishni tavsiya etamiz. Bu mashqlarni bajarganda ham agar chanoq-son bo'g'imida og'riqlar yuzaga keladigan bo'lsa, bemor darhol davolovchi vrachiga yoki yashash joyi travmatologiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Keyingi mashqimiz bemor chalqancha yotgan holda birdaniga ikkala oyoqni yoki avval o'ng oyoqni bukish, tizza bo'g'imida, chanoq-son bo'g'imida, tizza bo'g'imida 90 gradusda, chanoq-son bo'g'imida 45 gradusda bukish tavsiya etiladi va yozish tavsiya etiladi. Bu mashqni avval o'ng oyoqda yoki chap oyoqda yoki ikkala oyoqda birdaniga bajarish mumkin bo'ladi. Tizza bo'g'imlarini 90 gradusda bukish, chanoq-son bo'g'imlarini 45 gradusda bukish tavsiya etiladi. Bu mashqlarni ham bemorga 10-15 marta kuniga 3-4 marta bajarish tavsiya etiladi. Navbatdagi mashqimiz o'ng oyoqni yoki chap oyoqni tanadan 40-45 gradusga yoki 40-45 santimetrga tanadan uzoqlashtirish, yaqinlashtirish. Avval o'ng oyoqda, keyin chap oyoqda bajarish tavsiya etiladi. Bu mashqlarni ham bemorga 20-30 marotaba kuniga 3-4 marta bajarish tavsiya etiladi. Bu mashqlarda ham bemorda agar chanoq-son bo'g'imida og'riq yuzaga keladigan bo'lsa, davolovchi shifokorga yoki yashash joyi travmatolog ortopedga murojaat qilish tavsiya etiladi. Navbatdagi mashqimiz bemor yonbosh yotgan holatda endoprotez bo'lgan oyog'i yuqori tomonda bo'ladi va bemorga o'sha oyog'ini 20-30 santimetr yuqoriga ko'tarish, tushirish tavsiya etiladi. Faqat oyoqni o'z bilan bajariladi. Bunda qo'l yoki ikkinchi qo'l yordam berish tavsiya etilmaydi. Bu mashqlarni ham bemorga 10 marotaba kuniga 3 marta bajarish tavsiya etiladi. Navbatdagi mashqimiz bemor yonbosh yotgan holda chanoq-son bo'g'imida 45 gradus, tizza bo'g'imida 90 gradusda bukilgan holatda bemorga o'sha endoprotez bo'lgan oyog'i yuqori tomonda turgan holda oyoqni orasini uzoqlashtirish, tanadan yaqinlashtirish, uzoqlashtirish, yaqinlashtirish mashqini bajarish tavsiya etiladi. Bunda ham bemor o'zi mustaqil bajarish kerak, qo'llari bilan yordam bermagan holatda. Bu mashqlarni ham 10-15 marta kuniga 3-4 marta takrorlash mumkin.
Navbatdagi mashqimiz bemor o'tirgan holatda chanoqson bo'g'imi 120 gradusdan ortiq holatda bo'lishi kerak va tizza bo'g'imi 90 gradus bukilgan holatda bemorni avval o'ng oyog'ini yoki chap oyog'ida tizza bo'g'imida bukish yozish harakatlari yoki bu harakatlarni ikkala oyoqda bir vaqtda o'zida bajarish tavsiya etiladi. Bu mashqlarni ham bemorimizga kuniga 15-20 marta 3-4 marotaba takrorlash tavsiya etiladi. Bu mashqlar ham chanoqson bo'g'imi mushaklarini mustahkamlashga yordam beradi. Navbatdagi mashqimiz bemor uy sharoitida stuldan foydalangan holda ikkala qo'lida yoki bir qo'l yordamida yarim o'tirgan holda o'tirish va turish mashqlarini bajarish tavsiya etiladi. Bu mashqlarni bemorimizga 15-20 marotaba kuniga 3 marta takrorlash tavsiya etiladi. Bu mashqlarni bajarganda ham agar bemorda chanoqson bo'g'imida yoki tizza bo'g'imida og'riqlar vujudga keladigan bo'lsa, darhol davolovchi shifokoriga yoki yashash joyi travmatolog ortopediga murojaat qilish tavsiya etiladi. Chanoqson va tizza bo'g'imi total endoprotezlashdan keyingi uy sharoitida bajariladigan mashqlar asosan chanoqson bo'g'imi mushaklarini mustahkamlashga, qon aylanishini yaxshilashga, tayanch harakat funksiyasini tiklashga yordam beradigan mashqlar hisoblanadi. Bu mashqlarni albatta shifokor maslahatiga va tavsiyasiga ko'ra bajarish tavsiya etiladi. Agar bemorlarimiz uy sharoitida bu mashqlarni muntazam bajarib turmasa, bemorlarda har xil bu bajarilgan bo'g'imlarda kontrakturalar, ya'ni bo'g'imlarning qotishiga olib keladi. Bu bo'g'imlarning qotishi natijasida bemorlarda kam harakatlilik, bo'g'imlarning o'z funksiyasini bajara olmaslik og'riq yuzaga kelishi mumkin bo'ladi.